Assalomu alaykum. Bugun 29-may. Sotuvdagi ko'chatlarimizni tanishtirib o'tmoqchi edim. Hozirda bor bo'lgan ko'chatlarimiz. Bu boshida turgan ikkitasi Gerardi degan sort tutlar. Bular karlikivi bo'ladi, faqat bular sotuvda emas. Ikkalasi ham sotilgan. Ertaga jo'natib yuboraman egalariga. Endi ma'lumot o'rnida Gerardi karlikivi tut, bo'yi past bo'ladi. Juda ham serhosil. Mana bu o'tgan yilgi payvand. 2 dona mevasi bor ekan. Bo'yi unaqa baland bo'lib ketmaydi. Va o'sha kurtaylarning orasi yaqinligini hisobiga juda ham ko'p hosil beradi. Har bitta kurtaydan ko'pgina meva chiqarganning hisobiga juda ham serhosil. Bular lekin hozircha sotuvda yo'q. Endi bu qolganlari Chicken Club degan sort, bu ham tut, baylari dekorativni, chiroyli bo'ladi. Bu yilgi payvand bular. Ba'zilarida mevalari ham bor edi. Ko'pi pishib bo'ldi mevasi. Mevasi ne deydi? Shirin bo'lar ekan mevasi, keyin unaqa oshiqcha suvli bo'lmas ekan. Ya'ni ezilib oqib ketadigan emas. Mazasi shirin, lekin yana ba'zi birlarida ham mevalari bor, hali pishmagan mevalar mana. Bu mana shu 1-yilgi payvandda kichkina ko'chatchada qilayotgan mevasi. Mana. Ozroq bor ekan ko'chati buni. Endi bundan keyingi ko'chatlarimiz 5-6 ta qolibdi. Bu avatar uzumi. Tuvayda, bu tuvaydagi ko'chatlarda afzalligi hozirgi paytda ham eksa bo'ladi. Umuman xohlagan paytingizda eksangiz bo'ladi. Avatar ko'chatlari bular ozroq ekan. Undan keyin bu Pokiston oq tuti deyiladi. Mevalari uzun-uzun bo'ladi va mazasi ham juda ham shirin. Yana o'ziga xos qanaqadir bir hidi bor. Shirin. Eng shirin, ya'ni shakari bo'yicha eng shirin tutlardan bittasi. Juda ham chiroyli, mevalari ham yirik, yaxshi sort. Buni faqat bitta ko'chati sal yaxshiroq o'sibdi. Qolganlari endi uyg'onyapti. Hozircha mana shu bittasi sotuvda. Endi bundan keyingilari bu Pokiston qora tuti. Bu ham mevalari yirik, qora qizil bo'ladi. Bu narigi oqdan ham ko'ra mevasi yirikroq, ham qalin, ham uzunroq bo'ladi. 3 dona tayyor ko'chati bor ekan. Bu ko'chatlarimiz Itum 9 degan uzum sorti. Bu kishmish sort, mevalari juda ham yirik, karsildoq bo'ladi. Mazasi shirin. Bular o'sha bahordan beri tuvayda o'sganning hisobiga o'sishi sal sustroq. Umuman hamma ko'chatlarda ham tuvayda o'sayotganlari sal sustroq o'syapti. Nimaga desangiz, bu quyoshda turadi, ertalabdan kechgacha tomirlari qizib ketadi. Shuni hisobiga o'sish pasayadi. Lekin agar yerga olinadigan bo'lsa, bularda o'sish tezlashadi. Mana misol uchun mana novdalar уже pishishni boshlayapti. O'sha quyoshda turganning hisobiga. Lekin sorti juda ham yaxshi, shirin, donlari yirik, urug'siz, kishmish sort. Itum 9 sorti. Bular bo'lsa kudraniyalar, ya'ni bizda va umuman Esengi davlatlarida qulpinoy daraxti ham deb nomlashgan. Aslida kudraniya degan o'simlik. Mevasini ko'rinishi qizil bo'ladi, mevasini ichi ham qizil bo'ladi. O'shani hisobiga qulpinoyga o'xshatib qulpinoy daraxti deyshadi. Buni ham ozroq ko'chatlari bor. Har xil sortlar. Menda o'zi umuman 5 xil sorti bor edi. Bu yil yana yangi 3 xil sort kelgan. O'zim uchun payvand qilganlarim. Ulardan endi
Bittasi erkak sort edi. 3 xil sort yangi kelgandan bittasi erkak sort edi. Qolganlari 2 xili ayol sorti, ya'ni meva beradi. Hozirda mana shu o'zimni o'tgan yilgi bor sortlarimdan qilingan payvandlar, ko'chatlar bor. Kimga zarur bo'lsa, murojaat qilinglar. Buni o'zimda meva qilib turgan daraxtni ham hozir ko'rsatib o'taman. Mana bu o'zimdagi kudraniya ona daraxti. Bu yil birinchi marta meva beryapti. O'tgan yili meva qilib, mevalarini to'kib yuborgan edi. Mana. Bu hali kattalashadi, nimaga desiz? Kuzda pishadigan o'simlik bu, mevasi kuzda pishadigan. Birinchi nishoni hosili. Bu daraxtda 2 xil sort ulangan. Birinchi ko'rsatganim mana Seedless degan sorti. Endi bu tarafida Hvankum 3 degan sorti bor. Bunda ham mevalari bor bu yil. Ozroq lekin bor mevalari. Yana bir narsa, bu Hvankum 3 degan sortni umuman hamma sortni Amerikadan olib kelingan. Birinchi yil ulaganimda buni tikonlari yo'q edi. Keyin ozroq ko'chat qildim. Bitta ikkitadan ko'chat chiqdi o'tgan yili. Va o'tgan yili ko'chatini olganlar tikonli sort ekan bu deb shikoyat qilishdi. Haqiqatda o'tgan yili menda ham hamma shoxlari to'la, har bitta kurtay tagida tikonlari bilan bo'ldi. Bu narsani bilmagan edim. Endi bu yilga kelib bo'lsa, buni qarang. Tikoni yo'q. Mana yerda boshlanyapti. Mevadan keyin tikoni boshlanyapti. 3 ta 4 ta tikon bo'lib turib, qolgani novda tikonsiz bo'lib ketyapti mana. Hamma shoxlari shunaqa. 3 ta 4 ta tikoni bo'lib turib, qolganida yana tikon yo'q. Xullas bu shunaqa sort ekan, yarim tikonli desa ham bo'laversa kerak. Yoki ba'zi bir yillari tikoni ko'payib ketadi. Ba'zi bir yillari kamayadi yoki mevasiga qarab meva bo'lgan yili sal kamroq bo'ladi. Shunaqa bo'lsa kerak. Lekin 100% tikonsiz emas ekan. Endi mana bu Seedless yana boshqa sortlar bor. Ular tikonsiz. Ularda juda ham kamdan kam bitta, ikkita orada tikoni bo'lishi mumkin, lekin asosan tikon bo'lmaydi mana. Misol uchun mevali joylarida ham mana bularda tikon yo'q. Xullas kimga ko'chatlari, ishonchli ko'chatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, shu kudraniya, tut, uzum, yuqorida ko'rsatib o'tgan ko'chatlarim kimga zarur bo'lsa, aloqaga chiqinglar. BTS yoki taksilar orqali dastavka qilib beramiz, xudo xolasa.